Xiva tuman 12-son bolalar musiqa va san'at maktabi viloyatimizning yetakchi maktablaridan biri hisoblanadi. Jumladan, maktab o'zining bir necha yillik tarixi mobaynida maktab dovrug'ini butun voha va respublikaga tanitgan yuqori bilim va salohiyatga ega o'quvchilarni tarbiyaladi. Bugungi kunda maktabda 14 ta yo'nalish mavjud bo'lib, bulardan fortepiano, estrada cholg'u ijrochiligi, torli cholg'ular, xalq cholg'ulari, an'anaviy cholg'u ijrochiligi, damli va zarfli cholg'ular, an'anaviy xonandalik, akademik xonandalik, estrada xonandaligi, baxshichilik, raqs san'ati, teatr san'ati, tasviriy san'at, amaliy san'at yo'nalishlarida yuqori malakali ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan o'qituvchilar ta'lim berib kelmoqda. Maktab o'quvchilari ko'plab nufuzli respublika va xalqaro tanlovlarda sovrinli o'rinlarni egallab kelmoqda. Qo'shimcha ma'lumotlarni ushbu telefon raqamlari orqali bilib olishingiz mumkin. 99 kodi bilan 311 46 31, 99 kodi bilan 555 86 55.